Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Dolzarb 90 kun loyihasi yo'lga qo'yilgan bo'lib, loyiha doirasida 1-iyundan 30-avgustgacha maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bu borada shu kunlarda viloyatimizda ham qator ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Joylardan muxbirlarimiz xabar beradi. Dolzarb 90 kunlik doirasida nafaqat madaniy ma'rifiy tadbirlar, turli to'garaklar tashkil etilmoqda, balki maktab oldi oromgohlari faoliyati ham yo'lga qo'yilmoqda. Sherobod tumani 29-sonli umumta'lim maktabi qoshidagi Kamalak nomli maktab oldi oromgoh ham har kuni o'g'il-qizlar bilan gavjum. 3-sinfda a'lo baholarda tugatdim. Yozgi kannikulda maktab oromgohiga keldik. Men sinfdoshlarim va dugonalarim bilan mazza qilib o'ynadik va sportdan quvnoq startlar o'ynatdi ustozimiz. Bizni har kunimiz ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Biz bundan juda xursandmiz. 9 ga to'ldi yoshim, sizga aytsam hozir men dastakdagi she'rlaring yod aytmoqqa qodirmen. Ming rahmat buning uchun ustozim, o'qituvchim. Ona vatan tuyg'usi dilqatiga joylandi, fan cho'qqisi egalash burchimizga aylandi. Ming rahmat buning uchun zahmatkash o'qituvchim. Bu yerda bolajonlarning kuni maroqli o'tadi. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlaridan so'ng bolalar belgilangan tartibga ko'ra turli tadbirlarga jalb qilinadilar. Iqtidorli yoshlarning chiqishlari barcha bolalarni raqsga chorlaydi. Sho'x kuy-qo'shiqlar, jo'shqin raqslar bolalar kayfiyatini ko'taribgina qolmay, ular o'rtasida do'stlik rishtasini ham bog'layapti. Har bir bola o'zi qiziqqan yo'nalishdagi to'garakka qatnamoqda. Kimdir rassomchilik, yana kimdir fan to'garaklarida vaqtini mazmunli o'tkazayotgan bo'lsa, yana ko'plab bolalar shaxmat, shashka, voleybol, basketbol kabi sport musobaqalarida ishtirok etib, jismoniy qobiliyatlarini sinovdan o'tkazishmoqda. Maktabda ham mana shunday oromgohlar tashkillashtirilgan. Bularda sport to'garaklari, fan to'garaklari, musiqa to'garaklari hammasi tashkillashtirilgan. O'quvchilarimiz maroqli dam olib o'tkazyapti. Dolzarb 90 kun dasturi doirasida o'quvchi yoshlar yozgi ta'tilda nafaqat dam olishyapti, balki bilmaganlarini o'rganib, dunyoqarashlarini kengaytirishmoqda. Umuman olganda, mazkur tashabbus kelajak avlodning sog'lom, bilimli va faol bo'lib ulg'ayishi uchun muhim zamin yaratadi.